Şunda qilayli Gülzar. Ayrılıp ketayli. Bana bundan başka yol kalmadı. Meni tushunishingizga umid qilib. Yo'q, Qaysar. Bu sizning rost gapingiz emas. Yolg'on. Yolg'on. Meningdan ayrılıp ketishingizga sadi ishonmayman. Meni aldama. Yo'q, Gülzar. Men sizni aldamadim. Sizga vafosizlik qilish niyatimmi yo'q. Men faqat amalsizlikdanla bu gaplarni da'vataman. Anglamayman. Meni aldayapsiz. Biz birlashgan-ku. Muhabbatimiz shunchalik mustahkam edi-ku. Bugun kichikgina reallik qoldida. Nimishqa ajizlik qilasiz? Nimishqa ayrilib ketishni o'ylaysiz? Balam, sen uyga berib topshirig'ingni ishlagach turgin. Men sal turib boraman. Bo'lay balam, gap angla. Maktabdan hozirlik kelgan tursam, sizning yiningizda birdan turaychi, opa. Mayram olim. Voy, Umid, Mayram olim, yaxshi turdingmi? O'zingizchi? Yomon emas. Mayram olim, Umidning o'qish pulini vaqtida joylab berolmadim. Xafa bo'lib qolmaganlar. Kelar hafta cho'qim topshiraman. Eşqisi yo'q. Ümit menga ahvolni dedi. Men sizlarni tushunaman. Ma'qul, men mangay. Xo'sh. Ümit, opangning gapini angla. Ma'qul. Mayram olim, xo'sh. Opa, Mayram olim bek yaxshi jumu. Öteme yoqqa. Voy, nim bo'ldi? Bugun qatoch oyog'i bag'iningni bir ko'rib boqay. Bu uyda yo men turman, yo sen tursan. Voy, nim bo'ldingiz? Meningmichu erkinligim bor. Bugun meni to'sayolmaysiz. Qatoch oyog'i bag'inim bag'in. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Boraman. Bormaysan. Men seni oldingda ermo emasmi? Hey. Sen tek meni urg'udak bo'ldingmi? Men tijorat qilib pul tepib akirib beryapman. Xotirjam yashayapsan. Yana nomus qilmay meni uryapsan ha? Men sening pulingga muhtoj emas. Meningmi maoshim bor. Sesiq pullaringni nega bosasan, opa? Endilikda men topgan pullar sesiq bo'lib qelyapti-da. Opang og'rib yotganda necha ming yuan pulni kim chiqadi? Heliqi rak kasal bo'lib qolgan tuqquningga kim yordam qildi? Vijdoning bilan so'zlab baqa qani. Bu uyni kim setib oldi? Kim zinnatladi? Bu oilani gullantirayotgan menmi yoki senmi? Ha? Baqa qani. Demakmi? Dodo, pulni so'qishmanglarchi, men sizlardan o'tinib qolay. Appa, men bugun hamma ahvolni Qaysarga dedim, biroq u nima qilishni bilmay gangirab qelyapti. Ularni qistamaylichi jinim appa. Sizmi mening baxtli bo'lishimni orzu qilasiz-ku? Hozir hamma odam bizni katta to'y qiladi deyishyapti. Agar ular biz degan narsalarni tayyorlayamsa, xalq olam oldida yuzimizni qanday ko'tarib yuramiz? Mayli qarz olamdi, qarz olmamdi, nimala bo'lmasin, tizimlik narsalarni taq qilish kerak. Siz obro' qo'g'ilishyapsiz, appa. Ammo mening ko'nglimni ozroqmi tushunmayapsiz?
Degin Qaysar hamma gapni aniq dedi. Oila ahvolini menga tushundirdi. Meni baxtli bo'lsin desangiz. Bu to'yni oddiy qilayli jinim oppa. Qizim, men sening obro'yingni da'vatdaman. Hammasi sen uchun. Agar ularning bu to'yni cho'ng qilishga qurbi yetmasa, bo'ldi, Qaysar ishqinglar ayrilib ketinglar. Yo'q. Qaysar bilan ikkimizning to'y ishi umrlik ish. Haqqa ko'z qilib nima qilamiz? Bizning to'y ishimiz sizning atoq obro'yingiz uchunmi? İşte taneri. Nemiş qılatsız? Kiyimiz davatı men. Hay, bu alvandan həcəb qutlamıdınız, hə? Sizgim o, taz oldu bu iş. Şun demem siz Farhat. Bağımısınız tehi. Bağısınız adamның üstü başları qarab ketivatqan. Her qitimli qataçaydı bir işki həşəmət xotunun keyniga kirib, bir qordun yeni kiyim kiyiş. Adatga aylanib qaldı dana. Hey, bu ay Allah acayip bop ketivatıdı. Arlaşmışsınız cemiyettin, adamlardan ayrılıp qalğan. Keyningizden ösək söz, g'iybat tugimigan. Arlaşsınız, vaqt ısrapçılığı, toy tökün, qataçay deganlarning oxiri üzülmegan. Hammasi buzib chechish, hashamatchilik. Mana qarang. Bugun bir choy kiyib bag'dak, tuzuk kiyim topolmayapman. Hammasi oldingi choylarni kiyib bo'lganlarim. Aldirashchilikni kiyim ilishqim ulguramadim. Qanday qilsiz endi? Bakiyimizdan birini kiyib berib turmamsiz. Haras, mush havaran köynikning sizga taz yarishidi-ku. Ashni kiyinga bo'lmasa. Ashni kiyib beravering. Bo'pti, mushni kiyaychi. Taz yarashdi. Xotinlar zangli qilsa mayli. Shundaq yarashgan tursa, ular nemish qizangni qiladi. Farhat, yeningiz nech pul bor? 300 ko'ydek bog'u deymi? Elan hamma yenimdiki bilan qo'shsam choyga yetam dekin. Men. Qancha pul oldi? 1800 yen, yana 200 yen kam. 200 yen. Bu qitim qataçayimiz aylanib bo'lsa, endi ikkinchi o'ynamayman. Bo'lmasa, uyda ishlatishga ep qo'ygan puldan qo'shib, cheyingizga berib kelmamsiz. Undaq qilsam, shu pulni elib berib kelam ayri. Jamiyatdagi nurg'un ishlar odamning irodasiga boqmaydi ekan. Buni tushunishga bir muncha jarayon kerak. Hozir ba'zi nachar illatlar tahi jamiyatda urf-odat tushunib qo'yatdi. Buningga ba'zi odamlar nafratlansimi, lekin ixtiyorsiz mush qaynamga kirib ketyapmamdi. Bo'ldi mayra, siz menga bering, kechib ketdi. Haras, o'tirishinglar tugadiganda menga telefon qilib o'tasiz. Men sizga aql beraman, ha? Ma'qul. Xo'sh. Hey. Ularni qachongacha saqlaymiz? Bo'ldilar tamoqni totiversin. Shunday qilaylik. Buningdan keyinchi choyga kechikib kelganlarga jarimani qo'yaylik. Shunday qilaylik. Jarimani qo'ygandan keyinchi boldir keladigan bo'ladi. Qanday dedim qizlar? 200 yendan jarimani qo'yaylik. Voy, nimandaqchi shu? Dilbar keldi-ku qizlar. Hay. Tezqimi? Qana qizlar, yaxshimisizlar? Ya Allah, Dilbar mushundaqmi kechikkan bormi? Yo'lingizga qarabchi, ko'zimiz teshlayil dedi. Voy, yana shu aning xafaligi bo'lmamdi. Qataçayga bormaysan deb men bilan ko'rishib qopti. Tozi so'qishib, adibini berib qo'yib keldim danglar. Uyda vaqt deb qoldi. Erdigan-guchi shundaq tetib qo'yish kerak. Bo'lmasa, men bo'yinga minib oladi. Shu anaqmi? Hata adibini berdi. Dilbar, bugun kechikib kelgan gunohingizga ati bizni mehmon qilsiz, hammamiz shundaq deyishdik. Bo'ldi. Chataq yo'q.
Sizlarni mehmon qiladigan ish bo'lsa, mana men tayyor. Vay, kim? Ha, men hozir bek aldirashdim. Keyin so'zlashaylik. Ma'qul. Xo'sh. Uy, Dilbar, yanfoningizni yana almashtiribsiz. Nimandaq chiroyli? Hakilinglar ko'rib boqaylik. Çok chiroyli ekan, ha? Qaranglar. Telefonlarning turining ko'pligidan hech o'g'lim bo'lmayapti, juma voy. Nima deganchi? Bek chiroyli ekan, voy. Ha, bo'ladi ekan. Dilbar, bu yanfonni qanchaga oldingiz? 5400 yanga oldi. Azon emas ekan. Hozirgi yon pullarning eng oldi. Mushka. Oy, Dilbar, yuzingiz ishib qoldimi nima? Shundaqmi? Oy, shu tishim og'rib, ishib qolgan o'xshaydi. Hey, qaranglar, Moira keldi. U doim kechikib keladi. Qanday yaxshidirsiz sen? Kechiringlar qizlar. Sizlar saqib qo'ydim. Voy. Gulzarma? Ha, qandaqroq qizim? Obdan turib o'tamsiz? Yaxshi, o'zingizning ahvolingiz-chi? Qachon qaytib kelasiz, dada? Qo'limdagi malni o'tkazib bo'ldim. Pulni olsamla 3-4 kunga qolmay Guangzhoudan qaytaman qizim. Chaqqanroq qaytib kelsangiz bo'ladi, dada. Men bek gangrab qilyaptiman. Nima? Gangrab qilyaptiman? Zodi nima ish bo'ldi? Men elig'in danga qizim. Sizga telefonda deyishga o'yilaman, dada. Qaytib kelganda xabar topasiz. Meni tushunishingizni so'rayman, dada. Apangiz-chi? Opam choyga ketgandi. Ha, bo'ptamsa. Ko'nglingizni yerim qilmay turing qizim. Men borgandan so'zlashaylik, ma'qulmi qizim, ha? Ma'qul, dada, qo'shamsa. Darni to'liq qiynamanglar. U yaqinda uy setib oldi, uy zinnatladi. Mashini yetkazolmayotdi emasmi? Bo'ldilar, ishimiz Mahirani zo'rlamaylik. Yaxshi, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Iching. Mayra degan qoldi-da. Qani Mayra. Xo'sh, ichib bitingmi? Iching, ketmaydi iching. Yaxshi. Dilbar neymiş qilmishida qildi. Neymiş ki mening gapimni anglamaydi. Neymiş ki oilaga kuyinmaydi. Uning oldida men ermi emasmi? Dada, kech bo'lib ketdi. Turing, uyga kirib ketaylik. Turing, dada. Yo'q. Men bugun uyga kirmayman. Opangizning ko'nglim qattiq og'irdi. Opangiz uyda o'zi yotsin. Men mishadiyatıman. Mas bo'lib ketibsiz, dada. Juring, uyga kirib ketaylik. Ma'quldang jinim, dada. Juring. Sizlarning menga ozroq ishchinglar og'irmaydi. Meni ozroq moylab qo'ymaysizlar. Opam bu har kuni mehmondorchilikka ketadi. Siz bo'lsangiz ora qichib mas bo'lib oldingiz. Meni ozroq o'ylab qo'ymaysizlar.
Mayra nima ish oldi? Farhod, Bu nima qilmoqchi ekan? bo'ldi Nima qilib. ishni kirib oldi? Ha, Bitta nima chiqdi. Nima qilmoqchi der? Kim Bo'ldi bilaman? Bo'ldi Qancha qilib. mas'ul bo'lsa bu? O mas'ul. Yadini bir Onun berib qo'ya bilan desam. tang bo'lmang. Qanday olgan gap bu? Hey, taksi! Shundaymi? Nim qilg'nikina uniki. Elim yaxshi ko'nglim to'ygandek. Sizni og'il oldingiz kaptikanmi? Bo'lmagan bo'lsa qanday qilardingiz? Cho'pchon odamkan. Nomus qilmay kaynimdan qo'g'lab ketdi. Bak qo'qib ketdim. Mayra, men hozirgacha sizga demagandim. Sizlarni o'ynayotgan bu chayinglardan bak nafratlanyapman. Ailemizning xotirjamligini buzdi. Hammamizni parakanda qilib etdi. Oxirgi bir choy qoldi. Shu tugisilar men hargiz o'ynamayman. Voy voy, naz qilmay ishchinglar. Ishchimiz, o'ynaymiz. Qani. Ko'taringlar. Qani, qo'sha. Xo'sh. Qo'sha, qo'sha. Qo'sha. Voy, Mayra qani? Abiyam sirtqa chiqib ketyapti-ku. Sirti bilan tepishib elib, sirtqa chiqib muhabbatlashyapti texi, ha? Bo'ldi. To'xtanglar. Voy, to'xtanglar. Bu Mayrachi qochgan gap. Hazimi qayda bilmaydigan bir nima ekan-ku u. Ya o'ynamasa, ya ishmasa. Bundaq odam qatachay o'ynayman degicha, erining qo'ynida yotdi bo'lmamdi. Voy, bugun uning kiyib kelgan ko'ynigini ko'rdinglarmi? Shundaq setgan. O'tganki qatachayim shu ko'ynigini kiyib ketgan-ku. Shundaq numusim kelib ketdi-danglar. Voy, ketmamdi. U bo'lmasimicha o'zimiz qo'shal qurib o'tiraveramiz. Qani, qo'sha. Voy, beshim qiyib ketyapti. Heyliqi kichik mashinamni haydayamaydigan o'xshamamdimi? Mashinangizni haydayamay qolsangiz bag'u, ma 10 xotin birlashib mashinangizni ko'chadan ishtirib akitamiz. Ma'qulamiz. Sansayindaqa. bir yerde ko'rgandek qilaman, lekin zodil esimga olmayapman. Chiroyingiz shundoq tunishdi. Danga, nada uchrashgan bo'g'iydik. Voy tangay. Siz nima xizmat qilasiz? Siz deb besmi? Ismingiz nima? Dilbar. Nima ish qilasiz? Tijorat qilaman. Ben bu bayağı bir qarabla sizning tijoratchi ekanligingizni tanlagan edim. Rasmi? Ben bu sizga o'xshash tijorat qilaman emasmi, ha? Shundaqmi? Nim tijorat qilsiz? Dollarchilik qilaman. So'ramasam, ismingizni deb beray demaysiz-ku? İsmim Jaloliddin. Ben sizga telefon numaramni yana deb beray. Bak chiroyli ekansiz Dilbar. Alışıp ketayli. Siz maqsad qapsiz. Meni xato tushunib qolmasligingizni bilaman. Sizga ko'zim tushdi Dilbar. Xohlasangiz birlashib tijorat qilsakmi bo'ladi? Voy. Xotirjam bo'ling, kelishib qolamiz, ha?
balıkçılık, bakımçılık ve bağlancılıkını birleştiriş vaziyeti şekillendi. Janubiy Şinjandagi 3 viloyat, 2 oblast ve Turpan viloyati bunun an'anaviy dehqonchilik rayoni edi. Hozir bu joylarda chorvachilikmi tez rivojlandi. Janubiy Şinjanda katta, to'shqon, ot, bug'u qatorliqlarni asos qilgan alohida bakımçılık tez taraqqiy etilib, dehqonlarning kirimini ko'paytiradigan muhim yo'l bo'lib qoldi. Janubiy Şinjan ve Sharqiy Şinjan rayonida bağlancılık tez taraqqiy etildi. 2001-yili avtonom rayonimizdagi bog' ko'lami 1.440.800 metr tarixdagi eng yuqori saviyaga yaratildi. Avtonom rayonlik dehqonchilik nazorati terchilik boshqarmasining boshlig'i Li Jinke mana dedi. 9-5 yillik plan mezgilida Şinjanning yezigiligi tez taraqqiy qildi. Bo'libmi kasb qo'yilgan tashash va ko'pchilik ishlab chiqarish tijoratini yo'l qo'yish jihatda o'z xarakterlik belgilanadi. Biz ko'pchilik tijoratni yo'l qo'yib, dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyingi davlat ichi va xalqaro bozorlarning ehtiyojiga moslashishimiz kerak. Ha. Bo'ladi amsa, men sizni aşağıda saqlayman. Ma'qul amsa, xo'sh. Siz naytı g'ayratlik, irodalikdingizg'u qaysar. Mushkullarda sizga zodi nim bo'ldi? Odamga umid beg'ishlaydigan bir eg'iz gapingizmi yo'q? Yoki mendan ayrilib ketmoqchi bo'lyapsiz? Yo'q Gulzar. Bundaq desangiz, meni xato tushungan bo'lsiz. Men sizni chin yuragimdan yaxshi ko'raman. Muhabbatimizni umr bo'yi qadrlayman. Lekin ikkimizning to'y ishi meni va oilamdagilarni bakli gangirtib qo'yotdi. Uydagilar yana 60 ming yuan tayyorlasa, ondan bu to'yni qila olg'idekmiz. Siz o'ylab beqing. Buncha ko'p pulni biz nereden topamiz? Ota-onamni qarzga bo'g'ib etishga mening vijdonim ko'tarmaydi. Ota-onam meni cho'nqig'icha jiq-japa chekdi. Yolg'iz malla emas. Ya'ni ikki ukamni oliy maktabda o'qitish ishi bor. Buning hammasiga iqtisod kerak. Shunga hozirgacha hissiyotga, ko'ngilga emas, reallikqa bo'ysunishga majbur bo'lyapman. Mening gaplarim balkim sizga og'ir tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Mayli meni tillang. Mendan nafratlaning. Haqiqiy ahvolni bilib qolganingiz yaxshi. Sizni tushunaman qaysar. Siz başdan oxir va'da vafo qilib keldingiz. Muhabbatimiz uchun nurg'un badal to'ladingiz. Meni deb nurg'un haqoratlarga qoldingiz. Hozirmi butun niyatingiz bilan muhabbatimizni qo'g'dab qolmoqchi bo'lyapsiz. Lekin opam obro'yparastlik qilib bizning irodamiz, hissiyotimiz bilan hisoblashmay to'sqinlik qilmoqda. Men hammani tushunib yetdim. Opam katta to'y qilib, al mahallada obro'y qozonsa, murodi hosil bo'ladi. Opamning o'ylaydig'ini faqat shu o'zila. Gulzar. Gulzar. Ota-onalarning mushundaq mutassibligi, saxta shuhratga berilish tufaylidan nurg'un qiz yigitlar umrlik pushaymonga qilyotdi. Men mushningdan ansirayapman. Agar opangiz o'z fikrida ching turib olsa, bizning ishimizmi qandoq bo'lib ketdi? Tugamas deb alamga qolamizmi? Yo'q, undaq demang qaysar. Pul hammani hal qilolmaydi. Mal dunyomi hammani belgilayolmaydi. Biz faqat muhabbatimizga sodiq bo'lsaqlar, har qanday to'saqdan o'tib ketalaymiz. Dadam yaqinda qaytib keladi. Dadamga necha qaytim telefon qildim. Lekin xijil bo'lib bu gaplarni deyolmadim. Menimcha dadam bizning fikrimizga cho'qim qo'shiladi. Shundoq qilib yaxshiroq turmush kechiramizmikin deb yurtimizni tashlab
Ürümchiga chiqdik. Dastlabda Ümitning dadasi bilan ikkimiz oshxonada ishladik. Keyin qassoblarga yollanib, kala qo'ylarning kala baqalchaklarini sotdik. Ümit 4 yoshga kirganda o'zimiz bir harva setib olib, o'z oldimizga ovqat qildik. Qo'limizga oz to'la pul kirib, turmushimiz yaxshilanayotganda Ümitning dadasi tuyuqsiz mashina voqeasiga yo'l o'qib, qazo qildi. Shuning bilan men tikandek yolg'iz qoldim. Nima qilishimni bilolmay, shig'lidim, qaqshidim. Oxir yurtimga ketay desam, meni qanot ostiga og'idak yo urug' tuqqanlarim yo'q. Shuning bilan mushada turib qolishga majbur bo'ldim. Turmushning hamma ig'irchiligi mening zimmamga tushdi. Oxir Ümitni yetilab, harvini so'rab, qiladiganligi ovqatning hammani qildim. Lekin mendek bir ojiz ayolning qurbi nimaga yetadi deyla? Tog'da yulanchik bo'ladigan er bo'lmagandikin. Qiynalsam levimni tishlab, tirikchilik uchun midiravadim. Mayra muallim, bugun bizni izlab kelib, bek yaxshi qildilar. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Mening dunyolikda o'sha birli o'g'lim bor. Mening butun umidim o'sha o'g'limda. Sizlar uni yaxshi o'qitib qo'ysalar, sizlardan u dunyo bu dunyo xo'sh bo'ladi. Mening butun orzuyim o'sha o'g'limdan. Men o'g'limni mendek nomrod bechora bo'lib qolmasa ekan deb o'ylayman. Hey, kechida nega odam? Kechida nega odam deyapman? Osh. Odam najab qo'rqatda. Yurgim chiqib ketdi, tas qoldi. Hey, men san gap qilyapman. Kechida zot nega odam? Voy, nega boratdim? Qatachaga bordim shu. Tong atqich qatacha o'yindingmi? Nemish kechida uyga qaytib kelmaysan? Bu oila sana kerakmi emasmi? Aycan, to'la kapishmay birdan turib turing, ha, pulni sanab olay. Gapimga javob beramsan, bermamsan? Kechida zot nada yurding? Agar rost gap qilmaydigan bo'lsang, yilbaka. Voy, nimanda qilasiz? Voy, kash qilib bir do'stimning uyida qo'nib qolgandim. Shuningmi bunchalik qilib ketamsiz? Yolg'on aytyapsan. Yolg'on aytyapsan. Meni aldayapsan. Sen Bag'razning ko'ngli bu uyda emas. Sana balimi kerak emas. Nima deb mendek bir yaxshi ayolingizga tuhmat qilasiz? Men mushu oila uchun oz jafo chekyapman-ma. Nimishqa bularni o'ylamaysiz? Qarang, mush pullarni men topdim-ku. Dedin kechgacha pul deysan. Seni yo'g'in tutgan mush pulg'o. Ola. To'ya pulga. Nima bo'ldi? Ola. Bu pulga to'ymaydigan. Bu pullarni otma. Sana pulni bosib olamda. Ola. Bu pulga to'ymaydigan. Pulni choshma deyapti-da. Men bu pullarni aljapada topdim-mi? Buni itoat qilni qara buning. Necha vaqtdan buyon sen mush pullaringni menga ko'z qilib og'zimni ochirmay kelding. Meni ahmoq qilding. Ko'zga ilmiding. Bu qilganlaring ozdak. Haddingdan eshib kecha uyga kelmisan.
Men bu dertlerini içimga yutib, yilimi chidab keldim. Seni o'zgartayotgan mushu nejis pul, tugumas o'ltirish, oyig'i chiqmas qatashaygu. Mendan zerikkan bo'lsang, gapingni ochiq qil. Men sana eslib olmayman. Sendan ayrilganga o'kinib ketmayman. Şondaqmı? Seni tushunmayotganman. Bilmay o'ytib ketganman. Ömrüm ahdi bashara oshkora bo'ldi. Sen o'zgaribsan. Butunlay o'zgaribsan. Ko'zimdan yo'qolgan yo'q. Moira molim, Ümit yıkılıp düştü. Yiqilib tushdi? Uşudun ketdimi ki? Molim, ana o yerda. Ümit gözün açama molim. Ümit, ko'zingni ochib. Sana nima bo'ldi? Uningga nima bo'lganini bilamsizlar? Bilmiz, boya biz bilan o'ynab yetib, tuyuqsiz yiqilib ketdi. Bizmi uning nima bo'lganini uqmay qoldik. Sen berib apsi xabar qilib, tez doktorga boraylik. Ishkinglar men bilan beringlar, qolganlar dars kiringlar. Ma'qul. Yuringlar dars kiraylik. Ümit. Ümit. Mashina qarab o'tinglar. Ümit, ko'zingni ochib. Tekshirishning natijasi chiqdi. Bu bola oqqandanchilar ko'payib ketish kesli giribtor bo'pti. Ahvoli pek ig'ir ekan. Darhol bolnitsiya yetmisi bo'lmaydi. Nima? Nima dedingiz? Bu bola qandaqsiga bu kasalga giribtor bo'lib qolgandi. Endi qandaq qilamiz? Darhol tayyorlik qilib, bolani vaqtida bolnitsiya yetkazinglar. Hargiz kechiktirishga bo'lmaydi. Hozirgi mo'ljarda 120 ming yuan tayyorlasanglar bo'ladi. Nima? 120 ming yuan? Balkim bu pulmi yetmasligi mumkin. Ideyada cho'qim yaxshi tayyorlik ko'rib qo'yinglar. Doktor, uning dadasi o'lib ketgan. Ojiz birli onasi bor. Ailesi to'limi qiyinchilikda o'tyotdi. Bunchalik ko'p pulni uning onasi hargizmi to'layolmaydi. Men doktorxona rahbarligiga inkos qilay. Imkoniyatning boricha yordam qilishi mumkin, lekin ko'p yordam qila olmaydi. Ma'qul, shundoq bo'lsin. Canım apa, gepimni anglang, ma'qulmi? Qaysar bilan ko'rishsangiz, o'zingizning obro'yi to'kilib ketadi. O'rib odat nuqtasidanmi bu intayin uyatliq bir ish. Apa, o'tinib qolay, ma'quldan. Men bugun uning bilan bir ko'rishib, ochiq gapini anglab boqay. Ota-onasini qoyil qila olamdi, qilamamdi. Agar seni aldab, to'yni oddiy o'tkazman desa, bu uning uxlab tushishi. Ondaq odamga beradigan qiz yo'q. Hey, Gülzar! Gülzar! Hey, to'xta! To'xta deyapman. Nega boratding, ha? Unda qarsiq gap qilmang, apa. Ularni yaxshi tayyorlik qilyotdi-ku. Lekin siz setdagan to'ylar qadrini bak eshib ketdi. Shu narsalarning hammasini elishga to'g'ri kelsa 60 ming yuan ketadi ekan. Siz o'ylab beqing, buncha ko'p pulni ular nerdan topadi? Nerdan topadi? Nerdan topsa topmamdi? Qarz olsin. Qarz ilib, katta to'y qilganlarmi shular o'xshash odamlar-ku. Apa, siz shundaq deb yurib, hamma ishni qalaymiqan qilib etdingiz.
Qaysar ikkimizning munosabatigimi dog' tushirdingiz. To'yni qilmay turib, mushundaq ko'ngilsizlik yuz bersa, keyin qanday qilamiz? Siz meni baxtli bo'lsin demsiz yoki bir umr dard alam totsin deb o'ylamsiz. Necha aydan buyon meni qistab qilmaganlaringiz qolmadi. Ularning elchilarini necha qitim haydavatdingiz, haqoratladingiz. Bularni ozdab bugun kunga kelganda meni aldab Qaysarning idorasiga keldingiz. Sizning maqsadingiz zodi nima, opa? Biz yoshlarning yashash huquqimiz yo'qmi? Men bag'ansir tushunyapman, opa. Siz pul, mol dunyo, obro'yni o'ylaysiz. Lekin mening kelgusi turmushimni, keyingi taqdirimni o'yinchi qatorida ko'ryapsiz. Meni saxt shuhrat, shaxsiyatchilik, obro'yparastlikning qurboniga aylantirmoqchi bo'lyapsiz. Mening istiqbolimni, baxtimni nobud qilmoqchi bo'lyapsiz. Og'zingni yum. Qo'yib bersam devatgan gapini buning. Men seni tug'ib cho'ng qilib, endilikda to'yingim ega bo'lolmaydigan holga tushib qoldim-mi? Shaxsiyatchi, osh ko'z bo'lib qoldim-mi? Bu gap og'zingdan qanday chiqdi? Sana deb qo'yay. Agar bu to'y mening deganimdek bo'lmaydigan bo'lsa, bu to'yni buzib aytaman. Qaysar ishkinlarni ayirib aytaman. Men tushundim, opa. Siz meni sotmoqchi. Qul o'rnida sotmoqchi. Mening hisiyatimni dafsanda qilmoqchi. Bundaq erkinlik bo'lmagan hayotni jah to'ydim. Ko'zlar! Ko'zlar! To'xta! Farhod! Farhod! Men meyada. Neymiş oldu? Bir o'quvchim oqqan keslik giribtor bo'lib qopti ekan. U hozir doktorxonada qoldi. Abla. Heli sizga gapini qilib bergan. Dadasi o'lib ketgan bola-chi. Ha. Doktorxona darhol pul topshiringlar deydi. Maktabga borsam naq pul yo'q ekan. Shunga heliqi uydagi 5 ming yuanning chekini menga bering. Men uni darhol doktorxonada yotqizib olay. Bo'lmasa uning hayotiga xavf yetadi. O balning apisi-chi. Uning da azroq puli yo'qmi ekan? Apisi uyda yo'q ekan, topamadik. Men ketdim amsa. Azroq bir narsa yeb olamsiz? Kech qolsam ansirmang, ha? Men bilib boraymi ya? Yo'q bo'ldi. Dada, opam bilan ajrashib ketadigan bo'ldingizmi? Dada, sizdan o'tinib qolay. Opam bilan ajrashmang. Sizlar ajrashib ketsanglar, men qanday qilaman? Meni kim boqadi? Dada. O'tirdik ishlarni siz tushunmaysiz, qizim. Men amalsiz qoldim. Har qancha qilsam-mu, opangiz bilan chiqisholmadim. Shundaq bo'lgandan keyin Opammi yaxshi-ku, nima ish qo'yish bo'lib qoldingiz? cho'nglarning o'ylaganlari bo'ladi. Buni siz bilmaysiz. Men uzundan buyon sizni o'ylab sabr qilib kelgandim. Endi men bu azoblarga chidab bo'lamadim. Men sizni elib uydan chiqib ketsamla, xotirjam bo'ladi ekanman. Bildingizmi? Yuring, qizim. Dada, opam bilan birga turaylik-chi. Qizim, bu ishlarni siz uqmaysiz. Ey, kichikdi. Voy qo'yib etding. Bo'ldi qiling. Qiyinliqini. Siz shundoq chiroyli ekansiz, Dilbirim. Men sizni haqiqatan yaxshi ko'rib qoldim. Meni shundoq behush qilib etdingiz. Dadingizni sarang'ulayli deb qoldim. Qo'llaringiz nima degan yumshoq. Bedenleriniz nima degan issiq. Ko'zlaringiz shundoq chiroyli ekan. Men sizni mangu suyman, Dilbirim. Voy, bo'ldi qiling. Qo'yib eting. Bundaq satlashmang, ha?
Siz nemişqa özünüzni menden qaçırırsınız, ha? Bana işenmeyvatamsız ya. Man qarang, undaq emas. Mening sizga deydigan asraq gapim bor edi. Dəvirin. Nemi gipiniz olsa bana dəvirin deymen. Men kichkina bir shirkat quray deb o'ylagan edim. Shunga iqtisodim yetishmayapti. Sizni yordam qilamdikin degan. Pulning gipimi de. Çataq yo'q. Man qarang. Pul deganni sizdek chiroyli qiz cho'kkanlarga qashlamay kimga qashlaymiz? Maslikni deb qo'yayotgansiz, Aqjan. Meyak keling ha suyimligim. Bana ishonmayaptamsiz? Men sizni aldamdiman. Mana eling. Qanchalik bo'lsin mayli. Mana sizga berdim. Aramışıma şirketimgimi ayrim yordam qilasiz. Yordam qilmamdigan suyimligim. Ko'ngil şirketi uchunmi ayrim mablag' sep turman suyimligim. Polis geldi! Kızcak! Bak! Kendiniz kıradayma! Polis gidiyor! Vey, Tursunayma? Men Tursunay. Vey, men oldin xabar berib etgan-ku. Nimdep mashinani olib oldimga chiqmaysa? Asli men oldingizga chiqay degan edim. Lekin Gulzar nima bo'ldi? bugun atigan uning bilan ozroq tagishib qolgan edim. U bir parcha xat yozib qo'yib hozirgacha uyga kelmayotdi. Uni izlab bormagan yerim qolmadi. Shunga aerodromga. Nima? Astagfirullah. Nima qilgandi bu balning? Nima yuradigan-da odamni ansirtib. Men hozirli borman, ha? Hey, taksi! Mayra muallim. Silibek charchab ketdilar. Balığı özüm qaray. Öyleriga berib aramasılar. Hech vaqasi yo'q. Yana birdam o'ltiray. Helimiz siliga ko'p jafo silvetdik. Sili bo'lmagan bo'lsalar, kimga shig'lab, kimga yolvuratdik. Umidjon meni o'quvchim tursa, uningga kuyinish, uningga ega bo'lish mening majburiyatim. Qandoq dedim Umidjon? Moyra muallim, men qandoq kasalkanman, doktorlar nim deydi? Kesling ancha ig'ir kasal emaskan. Bir mezgil davolansang saqayib ketadi ekansan. Doktor seni xotirjam bo'lsin dedi. Men atilo doktorxonadan chiqib ketaman muallim. Nimishqa?
Muallim, ailemizning ahvolini sizmi bilasiz. Men bu yerda yetiversam, opamga ters bo'ladi. Opamni qiynab qo'yaman. Canım balam. Canım balam. Hürmetli dada apa. Eng yangi, Öz eng erkinligim süzük, bo'lmagan eng mundaq esil hayotdan kino azoblanib filmlerini uyga ko'rib chiqib huzurlanmoqchi ketdim. bo'lsangiz, Meni Arzu afv film qilin. salonimizga qo'shib Gülzar. eling. Hammani qilgan sen. Sening kasobatingdan oilda mushundaq so'riqchiliklar bo'lyotidi. Hey, tapaqa. Endi Gulzarni nereden topamiz? Qiz cho'ng qilib, uning ikki yig'iz gap qilamamdim. Men uni boshqaramamdim, ha? Men mushu oilamizning nom obro'yini o'ylayapman, qizimizni o'ylayapman. Oddiy to'y qilsak, xalq bizni zonglik qilmamdi. Nima ish qizonlik qiladi? Hey, sen bilasan-ku. Biz nima kunlarni ko'rmagan. Endi bugungi kunda turmushimiz yaxshilanib, qo'limizga ozroq pul kirsa, haddimizdan eshib, haq ko'tirib qo'yibsiz seliq solsak, ha? Ularni qarziga buqvatsak, o'zimizga uyat emasmi? Boshqalarni o'ylash kerak. Hamma ishning loyiqda bo'lgani yaxshi, xotin. Ularda bo'lmasa, biz ko'proq chiqmoqsak bo'lmadimi, ha? Bolalarning baxtini o'ylaylik. Ha. Ularning erkinligi tanlash huquqi bor. Hozirgi yoshlarning ideyasi, yashash qarashi bizniki bilan hargiz o'xshamaydi. Ularga tarbiyami beraylik, ozroq yo'lmi qo'yaylik. Mana bugun Gulzarning uydan yomonlab chiqishimi dal mush sababdan bo'lgan. Men Gulzarni mundaq qiladi deb o'ylamabdi ekanman. Gulzar asli ularga munchavala yon bosmasligi, o'zini bunchavala tuvan ko'masligi kerak edi. Qiz bola degan zot aqlsiz keladi ekan. Ha, bo'ldi. Gapni oz qilib, Gulzarni izlaylik, mana. Ko'nglingizni hargiz yerim qilmang, umidsizlanmang Gulzar. Hayotimizdagi bu kichkina to'salg'u, azob bizning muhabbatimizni hargiz buzaytamaydi. Sadoqatimizni, orzu-tilaklarimizni o'zgartirmaydi. Men bir qancha kundan buyon ko'p o'ylandim. Ota-onamga haqiqiy ahvolni tushundirdi. Ular hozir ota-onangizning bu to'yga bo'lgan maydonini butunlay bilib yetdi. Shunga amalsiz taraf-tarafga chepib yurib, xalqdan oz-to'la qarz olyotdi. Mayli qanchalik qarz bo'lib ketsakmi, bu to'yni qig'inimiz qilgan. Yo'q Qaysar. Meni deb ota-onangiz qarzga bo'g'ilib qolsa bo'lmaydi. Buningga mening vijdonimmi yo'l qo'ymaydi. Mush to'yliq tufayli ikki oila o'tirsida so'rkilish bo'g'ili bir qancha oy bo'ldi. Hozir bu ziddiyat bag'ansiri kuchayib ketyapti. Mana shuning kashilisidan sizmi bir muncha haqoratlandingiz. Texi bugun bir kun sirtlarda sarson bo'lib yuribsiz. Hatto o'livlish niyatigimi kapsiz. Mushularning hammasiga men sababchi Gulzar. Endi yana sizni azoblashni xohlamayman. Sizni umidsizlantirgan ba'zi gaplarimni o'ylasam, qattiq o'ylayman. Pushaymon qilaman. Men haqiqatan ojizkanman Gulzar. Sizni tushunaman Qaysar. Siz mugangirdingiz, amalsiz qoldingiz. Lekin menga ishonch va sevgi bag'ishlagan yana siz. Endi uyingizga telefon berib o'taylik. Ular ansirab ketadi. Apangiz Qaysar ozdirib ketdi deb yurmisiz yana, ha? Bu qiz nagimi ketgandi? Aqlsizlik qilib bir ish terib qo'ymasa bo'ladi-ku. Gulzar 2 kun bo'ldi, yanfini oshmayotqili. Qaysarning chaqiriq nomerini bilgan bo'lsak, qo'shnilarni surishtirib boqarkanmiz. Meningcha Gulzar chuqum Qaysar bilan billa.
Desem demisem bu çıkım Qaysar degan nimening o'yini. Unda xo'sh biz Udul Qaysarning uyiga berib boqaylik. Men Qaysarning o'yini bilmasam. Voy! 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 Gap qilmaydi-ku. Kim? Voy! Gap qiling Gulzar. Gap qiling, bo'lmasa ularni ansirtib qo'ysiz. Dada, Gulzarma? Voy! Siz nerede? Gülzar kel. Canım kızım siz hazır nerede? Sizni izlab bamag'ayrimiz qolmadi. men hozir cho'ng ko'rikda. Mendan ansirmang dada. Men hozirla uyga boraman. Meni tushunishingizni so'rayman dada. Ha. Tushunaman qizim, tushunaman. Sizni intayin yaxshi ko'raman. Siz ash o'rningizdan midirilmay turib turing, ha? Apangiz ikkimiz hozir sizni og'ilib boramiz. Bizni saqlang, ha? Bakana. Shu yerga boraylik. Bundan keyin uning ko'ngliga hargiz azob bermoqchi bo'lma. To'yni qilib o'taylar bo'ldi. Voy, nim da'vatsiz. Yo'q dada, men ketmayman. Sizlar nimishqa ajrashib ketsizlar dada. Nimishqa meni o'ylamaysizlar. Biz bir uyda tursak bo'lmamdi jinim dada. Yig'lama. Sizlar ajrassanglar men yetim bola bo'lib qolmamdi. Bolalar shundoq deydi. Bu uy bilan bo'lgan munosabatimiz oxirlashdi. Endi yana bu uyda turaverishga bo'lmaydi. Bildingizmi? Jinim opa, meni yaxshi ko'ratdingiz-ku. Nimishqamdilikda meni tashlab etsiz. Ish bo'lib qoldingizmi-ya? Bizni nimishqa bu uydan qo'g'ilib etsiz. Nimishqa dadam bilan ajrashib ketsiz. Meni nimishqa o'ylamaysizlar. Endi men qanday qilmay jinim opa? Mağma amal yo'q qizim. Amalsizlikdan shundoq bo'ldi. Sizni deb, uyni deb sirtlarda yurdim. Mana endi dadangizga yomon bo'ldim. Meni tushunishingizni so'rayman. Balnaka. Dada, ketmayli dada. Dada ketmayli. Ketmayli. Dada, men ketmayman dada. O'qituvchi, o'quvchilar diqqat. Hozir yig'inimizni boshlaymiz. Har qaysi sinf o'z o'rninglarda tartib saqlab turinglar. Savoqdoshlar, o'qituvchi ustozlar. Endi 8 yoshga kirgan 2-yillik 1-sinf o'quvchisi Umid Ahmad oqqondan ko'payib ketish kesiliga giribtor bo'lib qoldi. U hozir do'stlik doktorxonasida jiddiy davolanyapti. Sizlar bilishinglar yoki bilmasliginglar mumkin. Savoqdosh Umid Ahmadning dadasi 4 yilning oldida qatnash voqeasida qazo qilib ketgan. Opasining muqim ish o'rni yo'q. Shunga ularning oilasi intayin qiyinchilikda. Odamning haqiqatan ichi og'riydi. Savoqdoshlar, hozir Umidning hayoti qil ustida turibdi. Uning hayotini qutqizib qilish mishada turayotgan hammamizning o'rtaq majburiyati. Men his qilyapman. Hozir hammamizning ko'nglimiz yerim bo'lyapti. Hammamiz uningga ish chaqirtyapmiz. Hammamiz uning balduroq saqayib maktabga qaytib kelishini umid qilyapmiz. Ammo uning hayotini saqlab qolish uchun nurg'un iqtisod ketadi, lekin oilasi buni ko'tarolmaydi. Savoqdoshlar, o'qituvchi ustozlar, Umidga yordam qo'limizni sunib, uni qutqizib olaylik.
Ümitga yordam qilgan narsamizning oz ko'pligi muhim emas. Muhimi bir tiyim bo'lsa-mu, o'xshashli ko'nglimiz. Tinchlikmi? Qandayroq? Bu yoq bizning maktab mudirimiz. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Bu yoq keling. Balning ahvoli qandayroq? Bir xil yotdi. Qachonroq uxlab qoldi? Yarim soatdek bo'ldi. Bu maktabdagi o'quvchilarning Ümitga qilgan azroq yordami. Rahmat Bayram o'g'lim. Rahmat. Rahmat sizga. Barliq maktabdagi o'quvchilarga rahmat. Men sizlarning bu qadamlarni herkes unutib qolmayman. Bu bizning majburiyatimiz. Ümit saqib kelsalar, maktabdagi barliq o'quvchilarning ko'ngli xotirjam bo'ladi. Hozirgi ahvoldan qaraganda, yana nurg'un pul tayyorlamasak bo'lmag'idek. Endi jamiyatga murojaat qilmasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Meningcha, jamiyatdagi bir qism oq ko'ngil, oliyjanob odamlar Ümitga cho'qim hissashlik qiladi. Uningga yordam qiladi. Naayeti belen boptu cuma. Voy, bu yerda nima ish qilamiz? Ay, nima ish qilatdik? O'ynaymiz, juring a? Shunda qilib Dilbar, uni toza bir joylabsiz-da. Siz bu bo'sh emaskansiz, jimo, ha? Oningdan shunda qutulmay yurgandim-da. Oxiri o'zi portlab chiqdi. Shuning bilan ayrilib ketdik. Turib pul tepib akirib bersam toza xashlaydi. Lekin mening qadrimni bilmaydi. Bundaq arni haydab etmaynim qildi. Ham siz bilan xotirjam orlashdi ekanman-da, ha? Meni aldab qo'ysangiz-chi? Xotirjam bo'ling. Mening ko'zim ma'lum. Agar siz menga ishonsangiz-da, men sizga ishonaman. Men sizni xato tunamagan Dilbar, men maltuniyman. Manga berdigan heylik pulning ishi qanday bo'lib ketdi? Ey, beraman dedim-ku, cho'qim beraman, lekin ozroq kutishingizga to'g'ri keladi. Yana qanchalik vaqt saqlayman? Bir oyda tutib turing, ma'qulmi? Bir oydan keyin sizga cho'qim beraman, ha? Kichikgina yordam so'rab qo'ysam, ajabmi? Bu nasihatlaringiz tugmay ketdi. Qaraganda, menga pul berib turgingiz yo'q o'xshamamdi. Undaq emas. Qo'limda hozir naqd pul yo'qib qoldi. Bu sizdan oyab o'ltiramdim. O'tgandimi qiziqchilikda bir munch pul berbatdim-ku, ha? Unutib qoldingizmi? Voy, undaqqa menga qildim. Qaytib keldingizmi? Ha. Qanday bo'ldi? Azula umid bormi ya? Biz ishongan yerlardan pul chiqmadi. Men choy iching.
Hozircha o'quvchilar i'oni qilgan pullarni apirib keldik. Yana yetmaydi ekan. Endi ular qanday qila? Men nima qilishimni bilmayapman, Farhod. Doktorning gapi bo'yicha aytganda, Ümitni davolab saqaytishga yana 150 ming yen ketadi ekan. Buncha jiq pulni yig'ish osonmi? Mayra, mening Urumchi kesh gezitida ishlaydigan bir muxbir tanishim bor. Shuni izlab tepib, Ümitning kasallik ahvoli haqida keshlik gezitga bir maqola yozdiramdik ya. Buni ko'rsa, yordam qo'lini sundiganlar chiqib kelishi mumkin. Voy, bu bo'ldigan chora ekan-ku. Undaq bo'lsa shu muxbir bilan tezroq aloqalashing. Pulni vaqtida tayyor qilmasak, Ümitning hayoti xavf ichida qoladi. Meningcha, jamiyatga murojaatnoma chiqarib qolmay, bizmi Ümitga yordam qilaylik. Heyliqi 5 ming yen puldan 2 ming yenni Ümitga iyon qilsa qandaq? O'quvchingizning hayotini qutuldirib qolish hammadan muhim. Sizdan qandaq? Meni qo'llag'iningizga, meni tushunganingizga rahmat, Farhod. Ümit bilan uning opisi hozir butun umidini menga bog'lab turyotdi. Uningga yordam qilmasak bo'lmaydi. Bek yaxshi o'ylabsiz. Haras. Bugun qatachimiz bor deb aytdingiz-ku. Shu chaylik do'stlaringizga da peqin bo'lmasa, ular bir avval chayning pulini iyon qilib qolsa ajab emas. Ular qo'shilarmi? Ularmi inson-da. Ular bir avval chayni o'ynamay, shu restoranni buzib chiqqan pulni Ümitga iyon qilsa, inoat o'sidi. Jamiyatga obro'yim tiklandi. Necha ayning oldida cho'chaklik 20 necha muallimning bir qatimli qator chayning pulini qaysi bir maktabdagi qiyinchiligi eg'ir bolalarga iyon qilganligini televizorda ko'rsatdi-ku. Sizlarning qator chaydagi ayollarmi inson o'kab qolsa ajab emas. Meningcha ko'p sonli qo'shildi. Eng suzuk, eng esil kino filmlarini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Oy. Ay. Bo'ldi. Qaçma. Qanda, yetişemedingizmi? Qarab turing, ha? Hozir tutib olaman. Sanmaysiz. Qanda? Tutib oldimmi, ha? Gülzar, ko'nglimdagi gapni deyman. Gülzar, men sizni yaxshi ko'raman. Biz oxiri orzuyimizga yetadigan bo'ldik. Necha oydan buyon bugungidek xushal bo'lib boqmagan edik, ha? To'g'ri dedingiz, Qaysar. Bugun mening ko'nglimni ballada yorib ketgandek bo'ldi. Dadam bilan opam oxiri bizni tushundi. Biz yangdik. Biz oxiri murodimizga yetadigan bo'ldik. Gülzar. Dada, nim bo'ldingiz? Nimishqa uxlamaysiz? Ishni bo'lmadim qizim. Birdan xiyol surib o'ltirib qoldim. Bayatın opam tushimga kirib qopti. Uxlang qizim. Erta maktabga borasiz emasmi? Opamni ko'migil xili bo'ldi. Uni pek ko'gim kelib ketdi. Opam nimishqa bizni ko'gili kelmaydi? Bu uyda qachongacha turamiz, dada? Opam yolg'iz qolib qo'rqdi. Biz o'z uyimizga qaytib ketsak bo'lmamdi. Bo'ldi. Opamni degan. Men sizga ne chiqdim tushuntirdim-ku. Kechiring qizim. Achchig'imni vaqirab soldim. Xafa bo'lmang, ha? Ulamda. Men sizni opangizning yoniga olib boraman.
Abba, Mayra malum acep kömmeydi-gu. Onungu bugün nim bolgandy? Mayra malumum bizni dep sırtı pul izlep jürüvatkandy balam. Äti kelişi mümkin. Beçer malumunga. Bek japa selewetdik. Eger o bizge başpana bolmagan bolsa, biz qandaqmy kılatdyk? Mayra malum bek yaxşı. Men çoň bolganda Mayra malumgu okşaş yaxşı muallim bolaman. Onun bizge qilgan yaxşylyklaryny çoqum qaytyrman. Tapşırgan pulunla äti bir gün gele yetidi ekan. Derhal pulun amalını qılыңlar. Doktor, biz... Kötüreyli. Qani. Kim işmeydigan bolsa jazalaymiz. Qenemse, Qani. qo'sha, Qani. Ha, qo'sha. Turinglar. Mening ikki qiz gapim batdi. Shuni davalay. Aslida bu xo'shal xoram o'tayotgan qatachiyimizning payzini buzg'um yo'qdi. Har qaysinglarni avar qilmay degandim. Ammo men amalsiz qoldim. Oxir sizlarga murojaat qilish niyatig keldim. 10 kunning oldida mening bir o'quvchim oqqandanchilar ko'payib ketish kesli giribtor bo'lib, doktorxonaga kirib qoldi. Hozir ahvoli intayin og'ir. Jiddiy qutqazmasa hayotiga xavf yetadi ekan. Doktorning deyishicha, davolashga 150 ming yuan ketadi ekan. Uyay, nimanchi jiqtu? Şuna mening beshim qetib, gangirapli qoldim. U balaning ota-onasi bordi. Siz nima deb qayg'urib ketisiz? Yolg'iz apsili bor. Dadasi necha yilning oldida o'lib ketibdi ekan. Apsining xizmati yo'q, tuzuk kirimi yo'q. Ularning turmushi intayin qiyin ahvolda, odamning ichi og'riydi. Hozir u balaning hayotini qutuldirib olish hammadan muhim bo'lib qoldi. Maktabdagi o'quvchilar 9 ming yuandan ortiq pul i'ona qildi. Lekin u pul hech nimaga dal bo'lanmaydi. Shunga jamiyatdagi saxovat egilariga sizlarga o'xshash onalarga tayinish niyatik keldik. O'zinglarmi bilisizlar, biz har qatimliq xato choyda nurg'un pulni buzib chechib etimiz. Mening umidim bir qatimliq choyni oz o'ynasak, bir qur kiyimni kam kiysak, oshi baliq yordam qilib, uni qutqizib qolgan bo'lsak, shunda qilaylik. Voy, nerdagi gaplarni qiladigan siz Mayra. Jamiyatdagi namratlarni biz yilab bo'lalamdiq. Kelar qatimliq xato choyning pulini u baliq iyoni qilib etsak, planimizga ta'sir etmamdi. Shu emasmi? Biz kelar oydagi qatachayni g'o'ljiga berib o'tkazmoqchi bo'lgan emasmi? Pullarni sizning o'quvchingizga iyona qilib etsak, biz qanday qilamiz? Oktyabr bayramda g'o'ljiga berib toza bir o'ynab kelmamdiq. Degininglarga to'g'ri. Lekin ahvolning hayoti qil ustida turyotidi. Men amalsizlikdan da'vatman. Yordam qilish, yordam qilmaslik o'zinglarning ixtiyori. Hargiz majburlamayman. Haqqi bekorga beradigan pul nada turibdi? Qiziq gap bo'ldi-da bu. Rost gapimni desam-chi, men sizlarning ko'nglingizni ayabla, nurg'un vaqtimni isrof qilib bu choyga qatnashdim. Buzib chechish, isrofchiliklarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Vicdanım azaplangan bo'lsa-mu, levimni tishlab chidab keldim. Bugungi kunda azroq yordam so'rab qo'ysam, ba'zilaringlar mendan og'rinyapsizlar. Pulimizni aysh ishiratga buzib chechishga rozi ekanmiz. Boshqalarga azroq yordam qilishni xohlamaydi ekanmiz. Bo'pti. Yordam qilmasanglar, ixtiyoringlar. Sizlarni bugun tushundim. Uzundan beri aralashib yurgan bo'lsaqmi, aramizdagi munosabat butunlay saqt ekan. Bugundan boshlab men sizlarning chiyinglarga qatnashamayman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang Mayra, men yordam qilaman. To'xtang. Mayra ma'lumni ranjitib qo'yibsa, ozroq yordam qilay desang nima bo'ladi, ha? Namrat, ojizlarni yo'lash har qanday odamning majburiyatiga, insoniy burchiga. Jamiyatdagi qaysi bir namratlarni yo'lab bo'g'ili bo'lsin.
Esondan chiqib qoldimi? Bizmi ko'chada harov so'rab, saysetib, baqqalchilik qilib, nima kunlarni ko'rmagan, qanday qiyinchiliklarni tortmagan. Amdilikda qo'lingga 2 tal pul kirsa, o'zingchi haqlarni yaratmaydigan bo'ldingmi? Sana bu yo'g'onchilik kesili nereden mi çıqqandı? Ondaq bo'lsa, yurtdagi tuqqanlarga berayli. Shularga yordamim bo'lib qolsin. Nimanda g'araz uqmaydigan sen? U tuqqanlaringga necha qatim pul avatib berdik-ku. Endi shu og'riq balaga azroq yordam qo'limizni sunsak yomon bo'lamda? Pullarni buzib chechishga ko'zing qiydi. Endi og'riqqa yordam qilaylik, qo'sqon og'ribatamda. Hey, Mayra malimning ishxonasi qaysida? Yuring, men sizga ko'rsatib qo'yay. Mushu. Ana, o'zim borkan. Rahmat, ha. Mayra malim. Voy, Nurmamat kamg'o. Qanday ahvolingiz Nurmamat aka? Yaxshi, o'zingizchi. Qani o'tiring. Qanday Mayra, yaxshi turyapsiz? Yaxshi turyapman. Gezitga bergan murojaatnomalarni ko'rgandim. Hozir u bolaning ahvoli qandayroq? Bir xil turyapti. Davolashni kuchaytirsak yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Davolashga ketadigan iqtisodni tek to'plab bo'lamadik. Mana bu 10 ming yuan pulni shu bolaga yordam qilish uchun akeldim. Qani eling. Nurmamat aka, bu qani eling. Mening bir shartim bor. Buni hech qanday gazet jurnalda tashviq qilmasanglar. Bu mening shu bola qilgan xolis yordamim bo'lib qolsin. Eling. Rahmat Nurmamat aka. Bizni qo'llig'ingiz, bizni tushunganingizga rahmat. Nurg'un idora organlar, sizga o'xshash oq ko'ngil kishilar bizni qo'lladi. Bu pulning soni bek ko'pkan. Men sizni maktab mudirining ishxonasiga boshlab chiqay. Maktab mudiri xabar tep qolsin. Unda qosmayli. Mana her birisi 10 ming yuandan jami 50 ming yuan pul. Hozircha mashina ishlatib turing, ha? Siz 100 ming yuan akilman deb qo'yib, aran 50 ming yuan akeldingizmi? Hop, xisiq oltamchi. Asta bo'lmamdi, Dilbarxinim. Hozircha musha 50 ming yuanni ishlatib tursiz. Keyinchi ishimiz bo'lgandan keyin, ha? Bo'pti, rahmat. Hujjat yuz bermanmi, qandaq? Meni nima ko'ryapsiz? Men sizdan hujjat ep yursam, meni piqsiqkan deb qolasiz. Yil oxirigacha bir gap bo'lmamdi, ha? Aldirmang, Agar uyda apangiz bo'lsa, meni zo'rlamay, o'zingiz kirib keting, bildingizmi? Zo'rlamayman, dada. Eng yangi, eng süzük, eng esil kino filmlerini ko'rib huzurlanmoqchi bo'lsangiz, Arzu film salonimizga qo'shib eling. Ishni ich baqamsiz ya. Opa, ishni iching. Kelgan qizim kel. Opa, Jim men tur. keldim. Satışdan o'xshaydi. Opa, ishni iching. Apangiz uyda yo'q o'xshaydi. Yuring qizim, ketaylik. Opam uyning telefon simini o'zi yetibdi. Meni ko'gis kamiga o'xshaydi, dada. Ya qizim, apangizning sirt ishi va o'xshaydi. Ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizni tortxonaga olib berib, tortib beray. Bo'lamda?
Yürüng. Həcəbim qol ketdimi? Balma ahvalğını qaraq. Bugün xeyli yaman emas. Məktəb müdirimiz bugün alaydan Ümitni yoxlab gəldi. Qani oğlana, gelin. Məktəbimizdəki barlıq oxutqucu oxuğucular Ümitnin tezraq saqayıb çıxışını töt göz bilan kütməkdə. Həmməylə onun davalanış işlərə köngül bilib atıdı. Cəmiyyətdəki bir qism ah köngül alijanab kişilər onunğa naqbul ianı qıldı. Mana bu hazırcha yig'ilganlari. Jami 56 ming yuan. Opo, yig'lamang. Bo'ldi yig'lamang opo. Ümit. G'am qilmay yaxshi davolanqin. Saboqdashlarimizni oldiroq saqib chiqishingni to'rt ko'z bilan kutib o'tdi. Doktorning apangning gapini angla, ha? Bola. Ma'qul. Gülzarning to'y qilganiga amdila 10 necha kun bo'lgan tursa, oldirmayroq mangsanglar bo'lmamdi. Men bu yerda so'z chechakning da'dida izzat atib o'layli dedim. To'yni oddiy qildik deb obro'yimizni to'kib oldik. Mundaq so'z chechaklarni anglab oltag'icha g'uljiga berib, kallamni sagitib kelganim tuzuk. Hey. Sen shundaq deganing bilan qudularni deb o'ylab qala. Qandaq o'ylasa o'ylamamdi. Ular to'yni arzon qilib oldik deb xo'shib o'ltirishadigan-da haqiqatan. Bo'pti, to'yga o'tib ketdi. Avu chillig'iga qarang, a. Qizimizning aqlsizligidan bizning qilchilik inovatimizni qilmadi. Hey, bo'ldi-ku. Bir obdan bo'ldi-ku. Senze hech nimadan rozi bo'lmaydigan bo'lib ketib borsan, juma. A, balla baxtli bo'lsa bo'lmadimi? Bu bir hafta mashinani menga bering. G'uljidagi choyga shu mashin bilan boramiz. Mening sirti qilayotgan nurg'un savdo ishlarim batirsa. Bardigan bo'lsang, aeroplanda bor. Hoyt. Hamma odamning shuninga chami yetamdi. Men bir necha ayollarga kichik mashinamga silib, yo'l bo'yi o'ynataman deb va'da bergandim. Sen Hey. Ha, hiliq kichik bolaga siz bir muncha pulni buzib iyona qilsangiz, bo'ladi ekanmi? Men kelganda ichingiz og'riyapti-da. Mayra. Ha? Oktyabr bayramida 7 kun qo'ydi dediga. Yurtga boradigan ishingizni qanday qilay deyapsiz? Yurtqa o'tdak bag'im batdi. Apam dadamlarmi yo'limga qarab turib-atdi. Ha. Ammo umidni tashlab qo'yib ketishga ko'zim qiymayotdi. Davolash ketadigan pullarmi asosan yig'ilib bo'pti-ku. O balaning kesilimi xil yomon emas deyapsiz. Shundaq bo'lganda ekan, menga bering bo'lmasa. Yo'q, Farhod. O'ylab baqsam, yana bo'lmay tursam yaxshi ekan. Ularga ro'y jihatdan madad beradigan menga o'xshash odam lozim. Umid tezroq saqayib ketsa, xotirjam bo'lardim. Uyimdagilarga ahvolni tushundirsam, hargiz xafa bo'lmaydi. Shunga umid saqayib doktorxonadan chiqqicha qishida turaymikin deyman. Amsi ixtiyoringiz. Lekin za bir qancha kun orom edib olmasangiz bo'lmaydi. Necha kundan beri u yoq bu yoqqa qatirab yurib, bek charchab ketdingiz. Umidga men qarab turay. Bizning ayliq Qatochoydikilar ati g'uljiga mangdi ekan. Qatochoyni g'uljida o'tkazdigan bo'pti. Mayra,
u qatachaydan chiqarib yaxshi qildingiz. Alvangdan o'qitildingiz. Bo'lmasa ular sizni zo'rlab g'uljiga billab baratdi. Shundaq bo'lganda umid qarayamaganni az deb nurg'un pullar buzib chechilatdi. Qandaq dedim? To'g'ri dedingiz Farhat. Kunlarning birida shu ayollarmi choyni hashamatlik o'tkazganning ziynini tushunib qoladi. Shu chaqda meni afu qilishi mumkin. Hozir ularning ko'ziga hech nima ko'rinmaydi. Ular faqat hayotni yaxshi yeb, yaxshi kiyish deb tushunadi. To'g'ri dedingiz. Xotirjam bo'ling, sizning oldingizga chiqadigan odam chiqib qolar. Bundoq bo'lsa mayli. Savr qilinglar. Siz mo savr qiling Gulzar qiz. Hamda o'lgandan keyin o'lib aqli bo'lmaydi. Bu dunyodan hammamiz ketamiz. Savr qilinglar. Tursunayning nazarsi qaysi kunga to'xtadi? Vallahi urug' tuqqanlar maslahatlashib Tursunayning nazarini o'tkazmaydi. Nazarga ketadigan xarajatni Tangnuri yetimlar maktabiga berishni o'ylashdik. Ko'pchilikning meni to'g'ri tushunishini umid qilaman. Nemishqa Dilbarning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib ketgandiman. Nemishqa uningga 50 ming yuanni bergandiman. Endi bu pulni nereden olaman? Menga qip-qizil ziyon bo'ldi-ku. Doktor tağa, koş. Koş tağa. Xo'sh, Umidjon. Mana Umid. Siz bizga ko'p yordam qildingiz, Mayra muallim. Agar siz bo'lmagan bo'lsangiz, balamning saqayishi mumkin emasdi. Hammasi maktabdagi muallimlarning, o'quvchilarning, jamiyatdagi saxovat egalarining yordamidan bo'ldi. Rahmat etish to'g'ri kelsa, shularga aytish kerak.